Dada, yuring sizni bir xursand qilay. Siz bilan birga borib umraga to'lov qilay. Ey o'g'lim, men umraga bormayman. Dadajon, nega bormas ekansiz? Axir Ka'bani o'pmoqlikni qancha orzu qilgansiz? Qani menga aytchi o'g'lim. Qishloqda nechta miskin bor? Nechta yetim yesiru boquvchi yo'q oila bor? Mana ko'rdingmi bilmaysan. Qishloqda bir bevaning o'g'li kontraktda o'qirmish. Kunduzlari o'qib, kechalari ishlarmish. Tunov kuni mahallada uy yondi. Uysiz qoldi bir oila. Izg'irinli qishda ular nima qiladi endi o'zing o'yla. Ha shularni bilib turib, qanday boray umraga? Axir qaysi vijdon bilan yuzlanaman Ka'baga? Xursand bo'lishim istasang, bor shularga yordam ber. Ular qilgan ehsoningdan otangga rahmat der. Dada, men bir o'zim bo'lsam, qay biriga qarayin? Uyi yongangami, yetimgami, qaysi biriga yetkazay? Sen niyat qilchi ehsonni, Allohimni o'zi berar. O'sha yetim, beva, bechoraga yordamga o'zi qodir qiladi.